Hurmatli YouTube foydalanuvchilari, mana Bolgariyadamiz. Bolgariyada 15-iyul. Mana hozir Golden Sands kurort zonasini markazrog'iga boryapmiz. Albatta buni obzor qilib beraman. Juda ham chiroyli joylar. Mana hamma joyi ham yashil. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib joylar. Tongi 5:40. Mana bu ham xuddi shunday dam oladigan joy, ya'ni Riviera degan dam oladigan joy. Bu yer albatta maxsus qo'riqlanadi. Har bir do'mman qo'riqchilar bor, tinchlikni saqlash uchun. Mana mashina ham boshqasi ham o'z-o'zidan kirib ketadigan holat yo'q. Mana albatta Yevroittifoqqa a'zo bo'lganligini isbot sifatida qo'yib qo'yilgan bayroqlar. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib.